8-sinf o'quvchilari Nurullayev Jasur, Muhiddinova Charoz, Murtazayeva Gulhayo, Odilova Diyora va Aleksandr va Sabinalarning ona tili fani uchun tayyorlagan loyiha ishi mavzusi Mehrobdan Chayon asari. Soliq Maxdum bu kun odatdan tashqari eshilib ketdi. Masjiddan chiqib, to'g'ri qassobning oldiga bordi. 1 tangalik go'sht, 8 pullik piyoz olib, hovlisiga keldi. Maktabda husnixat mashq qilib o'ltirg'uvchi bolalar ichidan ikkitasini Gulzorni supurib, suv sepishga buyurdi va o'zi go'shtni ko'tarib ichkariga kirdi. Nigor oyim hozirgina qizlarni ozod qo'yib, ko'krak bolasini bag'riga olgan edi. Ra'no hovli yuzida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'nligida ishtirok etar, yer supurib yotgan soch o'rimlarining tuproqqa belanganidan xabarsiz edi. Go'sht ko'tarib yo'lakdan kirgan Soliq Maxdumning ko'zi Nigorning shu holiga tushdi. Balli Ra'no, ana jinnilik, dedi Maxdum. Atlas ko'ylak senga hayf. Senga bo'zdan boshqasi albatta hayf. Ra'no o'rnidan turdi. Dadasidan uyalib, loyliq qo'llarini orqasiga yashirdi. Uyat emasmi? Yuv qo'lingni yuv. Ukalaring bola desam sen ulardan ham oshib tushasan-ku. Ra'no yugurib ariqqa ketdi. Nigor oyim o'tirgan joyida Uning aqli tushsin deb kulib qo'ydi. Soliq Maxdum hanuz Ra'nodan qoyib kelar edi. Ishing bo'lmasa kitob o'qi, husnixat ol. Sen kulolning qizi emassan-ku. Soliq Maxdum go'shtni Nigor oyimning yoniga qo'ydi. O'zi zina bo'ylab ayvonga chiqdi. Maxdum tomondan Ra'noning tergalishi Nigor oyimning uncha mashg'ul etmadi. Ammo hozir uning ko'ngliga kelgan masala erining chiqqan vajmiga favqulodda yeshilib ketishi edi. To'g'ri, Nigor oyimning oshxonasiga shuningdek bir necha choraklab go'sht kelar edi, faqat eri tomonidan emas. Soliq Maxdumning jo'martligi ko'pincha 20 paysa yetgan narga oshmas. Shunda ham bolalardan mo'mayroq ozodlik kelib qolsa yoki panshabalik kutqundan ortiqroq tushsa. Shuning uchun Nigor oyimning bu jo'martligi haqqini eriga bera olmadi. Go'shtni ko'proq opsizmi? Anvar buyurganmidi? So'radi. Yo'q. Dedi Maxdum sallasini qoziqqa ila. Bir mantiq qilaylik dedim-da, mantiq yemaganimizga ancha bo'lgandi. Ra'no yuvinib keldi. Dadasidan uyat aralash bir qarab oldida Nigor oyimning yoniga o'tirdi va onasining bag'rida emilib yotgan chaqaloqning kichkina mimit qo'llarini suyib o'pdi. Soliq Maxdum yeshinib kelib, ona bolaning ustida to'xtadi. Sen bundan keyin kichkina bo'lmaysan qizim Ra'no. Dedi Maxdum nasihatomuz. Shu ukalaring bilan qilib o'tirgan ishing yaxshimi? Biror kishi ko'rsa nima deydi? Inshaalloh uy egasi bo'lishingga yaqinlashib qolding. Endi tosh tarozingni ham shunga qarab qo'yishing kerak qizim. Ra'no qizarib onasiga qaradi. Yana mimit qo'lini o'pishga mashg'ul bo'ldi. Ra'noni egasiga topshirmaganimizcha, dedi Nigor oyim. Bilmaydiganga o'xshaydi. Bu so'zdan Ra'no uyalib, boshini chaqaloqning bag'riga tikib oldi. Soliq Maxdum kulimsigan kuyi daxlsizga yurib bordi va oyog'ini kafshiga uzatdi. Tur, yotma Ra'no. Dedi dahlizdan. Go'shtni onangga to'g'rab ber, piyozni art. Anvar akang ham kelib qolar. Taom asrga tayyor bo'lsin degan edi. Ra'no dadasidan uzoqlatib boshini ko'tardi. Onasiga o'pka aralash kulib qaradi. Uning bu qarashidan onasining boyagi so'ziga qarshi risolasizlik anglashmas, balki shodlik ma'nolari o'qilar edi. Darhaqiqat, er va xotin oralarida o'tgan ikki kalima so'z shu oila go'shangasida o'sgan Ra'noning istiqbolini ochiq belgilar edi. Nigor oyim Ra'noni egasiga topshirmaganimizgacha deb garchi bir muncha qo'polroq ta'bir bilan bo'lsa ham Ra'noning egasi borligiga so'zlar. Ra'no esa egasining kim ekanligini yaxshi bilgani va uni qanot qoqib qarshi olgani uchun Jodo ko'zida risolasizlik emas,
surur ma'nolarini o'yintar edi. Dadasining "Anvar akang ham kelib qolar, taom asrga tayyor bo'lsin" deb aytgan edi jumlasi Ra'noga yana ochiq, yana ravshan ta'minot berar edi.